Keling, chetdan qarab turish bo'lmaydi. Keling. Oy, mana. Safimiz kengayadi. Qani? Men chiqdim. Hozir 20 ta ishtirokchi yig'iladi. Assalomu alaykum. Oxirgi paytda nimaga ijodda to'xtab qoldingiz? Nimaga alohida qo'shiqlar chiqmayapti? Chunki artist super mavsumni kutayotgandim. Bor kuch shutga yig'yotgandik, xudo xohlasa. Chunki o'tgan safar bilasizlar, birinchi mavsumda birinchi bo'lib chiqib ketgan ishtirokchi menman. Men yaxshi shoumenni ko'ryapman. Bu bolani endi ko'rsam antipatiyam bo'ldi уже. Paydo bo'ldi. Men bu bolani mana san'atkor deb hech qachon tan olmayman boshqa. Hech qachon umrimda. Rahmat. Sirkka borish kerak bu bola. Kechirib qo'yibsiz. Sizga vobshe yo'q bo'pti jon. Okey. Okey. Xudo xohlasa bu safar inshaalloh finalgacha borish nasib qilsin. Qaytarmayman. Bugun bu safar hech kimga gap qaytarmayman. Ha, siz gap qaytarganingiz uchun chiqib ketganmisiz? Yo'q, lekin kulib turganim uchun chiqib ketganman. Endi bu safar kulmayman. Men o'zimga chiqqanimni o'tiraman, seriyozli. Buni o'tiraman. Serios turishingiz ham kulganga o'xshargan. Lekin Xudo xohlasa birra olmasam ham iloji boricha o'sha finalgacha borishni niyat qildim. Hammasi Xudodan lekin. O'zim maqta olmay, lekin kuchlilarning ichida Shohruh Ergashev, Ulug' aka, Elyor, Abror, hamma kuchli hozir, qizlar vobshe. Kecha repetitsiyani ko'rib o'zim qo'rqib ketdim. Hayotda Ishtirokchilarni aytaman do'stlarimizni. Men hali sinmadim ona. Sindi deb o'ylasin ko'rolmaganlar. Kunlar kelib har kun olarlar xabar. Bugun holing ne deb so'rolmaganlar. To'g'ri toshlar otdi eng yaqinlarim. Biroq men hech kimga tegmadim ona.